yangilangan mezonlar asosida baholab bordi. Monitoring natijasida jami 105 ta sanitar tozalash korxonasi reytingdan o'tkazilib, ulardan 41 tasi yashil, 53 tasi sariq va 11 tasi qizil toifaga kiritildi. Monitoring davomida 6 oy ketma-ket qizil toifada qolgan 14 ta korxonaga shartnomaviy majburiyatlarni buzganligi uchun jarima chorasi qo'llanildi. Bitta korxona bilan tuzilgan bitim bekor qilinib, bitta korxonaning hududi olinib, toza hududga biriktirib berildi. Jarimadan keyin ham 3 oy ketma-ket qizil toifadan chiqib keta olmagan korxonalar bilan tuzilgan shartnomalar Ekologiya milliy qo'mitasi raisi roziligi bilan davlat sherikligi tomonidan bir tomonlama bekor qilinishi mumkin. Agar sizning hududingizda ham chiqindilarni olib ketish kechiksa, umuman shu yo'nalishda xizmat ko'rsatish sifatidan qoniqmasangiz, 1205 qisqa raqamiga murojaat qilib bildirishingiz mumkin. Holatni o'rganish va xizmat sifatini yaxshilash choralari ko'riladi. Buni bizga mas'ul agentlik ma'lum qildi. Ushbu videoni barcha tanishlaringizga va ayniqsa mahalla, qo'shnilar guruhlariga yuborib qo'ysangiz foydali bo'ladi.